Bu kanalni turli konsertlarda asosiy afzalliklar va kamchiliklari. Afzallik tomoni, bu joyga AUX firmasini 60 talik kanalni inverter konsertlarini o'rnatib berdik. Ventilatsiyamiz o'zi datchiklari bor qo'ygan pultimizda. Do'stlar, bir oy deganda boshlagan ishlarimizni ham yakunlab oldik. Kelinglar, bugun sizlarga bajarilgan ishlarni nima bir ko'rsatib tushuntirib beramiz. Bismillah. Mana bu obyektimizga kanalni turidagi konsertlarni o'rnatib berdik. Mijoz talablariga binoan shu joylarini ham qora qilib bo'yab beryapmiz. Mana shu ko'rinishda bo'ladi bitgan holati. Bu joyimiz umumiy maydoni 260 kvadrat. Bu joyga AUX firmasini 60 talik kanalni inverter konsertlarini o'rnatib berdik. Hop, bu tomonimiz vitichka tomonimiz. Ichkaridagi havoni tashqariga chiqarib beradi bu tomondan. Bu tomonimizda ham kondisioner vazifasini bajaradi, ham ventilyatsiya vazifasini bajaradi. Mana shu orqali 30% tashqaridan toza havo berganmiz. Tashqaridan kirib turgan qishda sovuq havoni kondisioner iltib olib kiradi. Yozda bo'lsa tashqaridan kirib turgan issiq havoni kondisioner sovutib olib kiradi. Bu kanalni turli konsertlarda asosiy afzalliklar va kamchiliklari. Afzallik tomoni, havoni hamma joyda bir xil sovutishda bo'ladi. Havo hamma joyda bir xil sovuqlikda va bir xil issiqlikda bo'ladi. Bitta joy sovib yo bitta joy isib ketmaydi. Oddiy konsertlarda faqat o'sha yoni issiqroq bo'ladi yo muzliroq bo'ladi. Qolgan joylarga unchalik yaxshi bormaydi. Bunda hamma joyda bir xil sovuqlik bo'ladi. Hop, tashqarida mana havo olyapti. Qo'shimcha filtr bor. Chang havolar kirib ketmasligi uchun yana filtr qo'yilgan. Shu narx tomonga kelsak, kamchiliklari shu oddiy kondisionerdan 2 barobar qimmatga tushadi. Shu kanallari, xizmatlari bilan. Ventilyatsiya pultimizni mana shu joyga ventilyatsiya pultimiz qo'yiladi. Mana shu yerdan boshqarilaveradi ventilyatsiyani. Ventilyatsiyamiz o'zi datchiklari bor qo'ygan pultimizda. Kerak paytda o'chib, o'sha paytda o'zi yonaveradi. Siz hech qanaqangi o'chirib yoqishi shart emas. Kondisioner pultimizni mijoz talablariga binoan mana shu joyga qo'yib beramiz. 3 ta pult chekka tushadi. Hop, ikkinchi etaj binoyimizga kasseta turidagi konsertlarni o'rnatib berdik. Binoyimizni umumiy maydoni 300 kvadrat. Sizlarning bu kasseta turidagi konsertlarimiz to'rtla tomonga havo chiqaradi. Suv montajlari bilan. Hozircha 2 ta qo'yildi. Shu loyihamizga
necha pul ketib turganini, shu loyihamiz necha pul tushganini sizga qiziq bo'lsa, izohlarda plyus yozib qoldiring. Sizga alohida o'zga narxini jo'natamiz.